Yo'ldagi bir avtohalokat onaning o'limiga, farzandni esa jiddiy jarohatiga sabab bo'ldi. Gap shundaki, Toshkent viloyati Zangiota tumanida ona va bolani yuk mashina urib ketdi. Hodisa soat taxminan 18:30larda Zangiota tumani hududidan o'tgan Toshkent Nazarbek Yonariq avtomobil yo'lining 1-kilometrida sodir bo'lgan. Taqdim etilgan ma'lumotlarga qaraganda piyodalar yo'lni belgilanmagan qismidan kesib o'tayotgan bo'lgan. 1988-yilda tug'ilgan fuqaro Mercedes-Benz rusumli yuk avtomobilida chorrahada svetoforning qizil chirog'ida to'xtab turib, yashil chiroqda harakatlangan vaqtida ushbu joyda piyodalar o'tish uchun belgilangan joy bo'lishiga qaramasdan yo'lni piyodalar uchun belgilanmagan qismidan haydovchiga nisbatan o'ng tomondan chap tomonga kesib o'tayotgan 2 nafar piyodalarni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada ona voqea joyida vafot etgan. Farzandi esa Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib ketilgan. Shifokor uning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Ko'rganimizda bemor ahvoli og'ir edi. O'ng oyoq sohasida yirtilgan, ifloslangan katta jarohat bor edi. Anamizdan so'rasak, bemorni uyining oldida onasi bilan birga yuk mashinasi bosib o'tib ketgan ekan. Kerakli standartlar asosida tekshiruvlardan o'tkazganimizdan so'ng bemorni zudlik bilan operativ zalimizga ko'tardik va kerakli operativ muolajani o'tkazdik. O'tkazgan operativ muolajalarimizdan keyin bemor ahvoli stabillashdi. Bo'limga o'tkazdik. Hozir bemor ahvoliga hayotiga xavf soladigan narsa yo'q. Holat yuzasidan Zangiota tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasiga ko'ra jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mas'ul xodim piyodalarni e'tiborli bo'lishga chaqirdi. Yo'lni kesib o'tishda belgilangan joydan harakatlanishlarini, yuk avtomobillarini oldi va orqa tarafidan o'tayotgan vaqtingizda yuk haydovchilar uchun avtoulovlarning o'lchamlari kattaligi sababli ko'rinmasligini inobatga olishingizni so'rab qolamiz.